Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugungi videoda biz Kemiy shahrini aylanamiz. Sizlar bilasiz, Kemiy shahrini asosiy ko'chalarida yuribman. Mana bu tomonda o'zbek oshxonalar bor edi, o'tib ketdim. Xo'p. Shunaqa gaplar, og'aynilar. Shunaqa gaplar. Biz hozir Kemiyga kelganmiz. Kemiyga kelishimiz asosiy sababi O'zbekistonga ketishdan oldin bunaqa bir yuklarimiz bor. Kiyim-kechak kargo orqali yuborish maqsadida yuklarni olib kelib topshirdik. BTS kargoni Koreyadagi filiali bor. Eshikdan eshikkacha qilib beradi. Yetkazib beradi. O'shanga hozir yuklarimizni topshirib ketdik. Shunaqa gaplar Koreyada. Ob-havo ancha-muncha issiq bo'lib qolgan. Yurish sal qiyinroq. Metrogacha chiqib olishim kerak hozir. Koreyada Koreyani politsiya mashinalari. Shunaqa gaplar do'stlar, bugun bu videolarni YouTube'ga qachonlardir qo'yaman, xudo xolasa kelajakda. Koreyada Koreya politsiyasi vizang bo'lsa mazzada. Shunaqa Koreya politsiyasimi, militsiyasimi, xullas kim bo'lsa ham bemalol oldi yuraverasan. Vizasi yo'qlar ko'chada yurishga qo'rqadi. Unchalik emas, baribir xavotirga botib yuradi. Doim. Shunaqa gaplar bizda. Bugungi sana 2026-yil 26-iyul yakshanba, issiq. Koreyaning avtobus bekatlari hammasi ham bunday bo'lmaydi. Ba'zilarida konditsioner ham bo'ladi, konditsionerning joyi ham bo'ladi. Konditsioner bo'lmaydigan joyi ham bor. Mana shu bozorda lekin hech kelganimga 4 yil bo'layotgan bo'lsa, shu bozorga hech kirib ko'rmabman. Buni aytishlariga qaragan juda tong sahar ishlaydi deb eshitganman-da. Endi biz tong sahar kela olmaymiz. Sababi uyda bo'lamiz yo ishga chiqishimiz kerak bo'ladi. Tong sahar ishga chiqib ketamiz. Biz kelgan payt bu yopiq bo'ladi, bu yopiq bo'lgan payt biz ochiq bo'lgan payt biz ishda bo'lamiz. Qarang, shunday. Koreyaga kelib juda ko'p narsalar o'rgandik. Masalan, navbatga turish odobi oddiy tuyulishi mumkin, lekin juda muhim narsalar, hayotda juda kerak bo'ladigan narsalar. Undan tashqari odam chet elda yashagandan keyin o'zi har qanday masalani, muammoni yolg'iz o'zi yechishga majbur bo'ladi. Shu degani mustaqil hayotga yana ham tayyor bo'lasan. Musofirga chiqsang degan. Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmas emish degan bir qo'shiqlar ham bo'ladi. Shu narsa bekorga aytilmagan. Albatta bunaqangi musofirda yurishlarda ham o'ziga yarasha hayotda juda katta foydasi bor deb bilaman. Mana videomiz ham 4 minutga yaqinlashib qoldi. Bugunga yetadi. Qolganini davom ettiramiz. Hammaga omad.